Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz eng asosiy savollardan biriga javob izlaymiz. Tarix bu nima? Bu oddiy savoldek tuyuladi, lekin chuqurroq o'ylasak, bu savolga javob berish orqali biz o'zimizni, o'zligimizni va kelajagimizni yaxshiroq tushunamiz. Tarix bu insoniyatning o'tgan hayoti, voqealari, qarorlari, urush, tinchlik davrlari, ixtirolari va hatto kundalik turmush haqida hikoya qiluvchi fan. Tarix faqat sanalar va shaxslar yig'indisi emas. U insoniyat xotirasi. Har bir imperiya, har bir inqilob, har bir ixtiro tarixda iz qoldiradi. Masalan, qadimgi piramidalar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Rim imperiyasi qonunlari, bundan tashqari 20-asrda yuz bergan jahon urushlari, bularning barchasi tarixning bo'lagidir. Tarixni o'rganish uchun tarixchilar bir necha manbalarga tayanadilar. Birinchisi bu yozma manbalar. Bularga qadimgi kitoblar, toshga o'yib yozilgan manbalar, qadimiy qo'lyozmalar, bularning barchasi misol bo'la oladi. Ikkinchisi arxeologik topilmalar. Qazilmalardan topilgan buyumlar, qurollar va inson qoldiqlari bunga misol bo'la oladi. Tarix bu bizni tarbiyalovchi ustoz. Biz tarixni o'rganib, u yerdagi xatolardan to'g'ri xulosa chiqargan holatda kelajakda to'g'ri qadamlar bilan harakat qilsak, bu millatning, kelajakning go'zal va buyuk bo'lishini anglatadi. Kelajak avlod zamonaviy dunyoda tarixni o'rganishlari yanada osonlashadi. Internet, sun'iy intellekt orqali kelajak avlod tarixni yanada chuqurroq, jonliroq o'rganadi. Yoshlar tarixni bilsa, ongli fuqarolarga aylanadi. Tarix bu o'tmish emas, o'tmishdagi xatolardan va yutuqlardan to'g'ri xulosa chiqargan holda kelajakda qadam qo'yish. Agar siz ham tarixni sevib o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling. Aytgancha like bosish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda sizni yanada qiziqarli tarixiy mavzular kutmoqda.